Muzaffar Rajabov azizlar. Olqishlarning o'zi ko'rsatib beradi kim ekanligini. Muzaffar Rajabov ringga chiqib kelmoqda. Barcha kutilgan holda uni kutib olmoqda. Tajriba, yuqori tajriba egasi. Taslim bo'lishni yomon ko'radi. Uning ruhiyati shunaqa, nima ham derdingiz. Bu Muzaffar Rajabov. Bu mavsum ko'plab janglarda ishtirok etdi, ko'plab bahslarda ishtirok etdi. Xalqaro maydonda ham professional janglarda va barchasida g'alaba qozonib kelmoqda. Bu mavsum kuzatdim o'zim ham uning faoliyatini. Va ishoning do'stlar, eng nomdor raqiblarni ham mag'lub eta oldi Muzaffar Rajabov. Ammo raqib anchagina kuchli. Buni ham esdan chiqarmaslik kerak, qadrli do'stlar. Hayajonda mana shunday boshladi, mana shunday boshlaydi. Demak, birinchi raund boshlandi. Qo'lda juda yaxshi harakat qila oladi Andreytsev. Rajabov buni esdan chiqarmaslik kerak. Lekin Rajabov ham anoylardan emas. Parterda Rajabov kuchliroq. Buni ochiq aytib o'tamiz. Yaxshi zarba, o'ng qo'l yon taraflama. Andreyevga hozir hujum boshlash imkoniyatini berayotgani yo'q Rajabov. Chap qo'l yon taraflama zarba, ko'p borib tutdi, ehtiyot bo'lish kerak. Parter! Bo'g'ish usuliga o'tmoqda, lekin Andreyevs yaxshi himoyalandi, yana Parter. Chap qo'lida klinchdan chiqish holatida Parterdan chiqishda Rajabov yana bir zarba berdi. O'ng qo'l yon taraflama zarba. Cross zarbasi biroz o'tmadi. Parterga Rajabov qarama qarshi zarba. Turgan holda hozir raqibidan nokautga uchratmoqchi Rajabov. Hamoni kuchli jihatlaridan biri. Andreytsev. Yo'q, kurashmaydi Parterda Rajabov bilan. Kurashmaydi. Yana Parterga o'tkazdi, lekin kurashmaydi. Uchburchak holati. Uchburchakdagi Odilsinni yakuniga yetkazadigan bo'lsa, ishlash holatiga o'tmoqda. Yo'q. O'tmadi, chiqib ketdi. Andreytsev turgan holda jang davom ettirish kerak. Turgan holda. Rajabov zarba o'tkazib yubormoqda. O'ng qo'l yon taraflama zarba, chap cross zarbasi. Yana o'ng qo'l, yana chap qo'l yon taraflama zarba, ketma-ket seriya. Andreytsev yana Parterga o'tkazmoqchi jangni. Yaxshi. Ortish usuli, ortish. Bo'g'ish. Charchadi Andreytsev, vaziyatdan foydalanishi mumkin. Andreytsev. Bo'g'ish usuliga o'tmoqda. Taslim bo'layotganicha yo'q bo'ldi. Stойка. Jang davom ettirish kerak, hali raund yakuniga yetmadi. Bo'ldi, birinchi raund yakuniga yetdi. Charchadi Rajabov. Raund oralig'ida bir zarba o'tkazib yubordi. Zarba
Zarba kuchli bo'lmasa ham u qarama-qarshi edi, lekin o'zi ham ko'plab zarbalar yo'llashga muvaffaq bo'ldi. Ko'k burchak 2 sekunddan qoldik. Sportchilar o'rtaga. Ikkinchi raund boshlanish avvalida Otabek Musayev o'z oldiga sportchilarni chaqirmoqda. Ikkinchi raund. Oldinga darhol Rajabov bordi. Andreytsev chiqib ketdi hozir klinchdan, aylanma zarba. Oyoqda zarba, yana klinchga parterga o'tkazmoqda. Ehtiyot bo'lish kerak, hozir ring tashqariga chiqib ketish ham mumkin edi. To'g'ridan zarba yo'llash so'ramoqda. Charchadi Rajabov. Charchoq alomatlari sezilmoqda, yana klinch. Mana bu yerda bo'g'ish uslubini amalga oshirish kerak endi. Chuqur himoya. Chuqur himoyaga o'tib ketgan. Charchadi Rajabov. Harakatli sportchi. Endi og'ir vazn, bu eng og'ir vazn. Juda chiroyli o'ynash Rajabov. Va darhol mana bunday zarbalar bilan siylamoqda raqibini. Charchadi Andreytsev. Va qo'lini chiqarib olmoqda. Yo'q. Mount chuqur himoya. Muzaffar Rajabov do'stlar. Muzaffar Rajabovning g'alabasi. Ko'rib turibsiz do'stlar, izohga hojat yo'q menimcha. Keyin o'tkazdi, lekin g'alaba qozonishga muvaffaq bo'ldi Muzaffar Rajabov. Buxoro viloyat hokimi O'ktam Isayevich Barnoyev va O'zbekiston huquqni muhofaza qilish organlari qo'l jangi federatsiyasi raisi Eminjonov Rustam Oliyevichlarni taklif etamiz. Faoliyatni yakunlash arafasida turibdi Rajabov. Lekin shunga qaramasdan, taslim bo'lmasdan, hali sport mening hayotimni tark etmadi degan ma'noda janglarda ishtirok etishni davom etmoqda Rajabov. Va mana shu alfozda g'alabalarni ham ketma-ket qo'lga kiritmoqda. Juda muvaffaqiyatli mavsum keldi Rajabovga. Demak, hurmatli xonimlar va janoblar, qadrli do'stlar, muhtaram sport ishqibozlari, aziz Buxoro shahri aholisi. Diqqat qiling, ushbu jangda yaqqol ustunlik bilan hamyurtimiz Muzaffar Rajabov g'alaba qozondi. Mana shunday chiroyli go'zal bayramni bugun tashkil qilishda ishtirok qilgan barcha mehmonlarimizni, aziz sportchilarimizni va mana shu bayramni chiroyli o'tishida faol ishtirok qilgan barcha muxlislarni ham mana shunday bayram bilan tabriklaymiz. O'zini yurtida kurashish, o'zini yurtida xalqni oldiga mard bo'lib chiqib
yana g'olib bo'lish hammaga nasib qilmaydi. Muzaffar Buxoroning faxri.